Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilari. Bugungi mavzumiz o'zbek tilida bosh harflar imlosi va bo'g'in ajratish metodikasi. Mavzu bilan tanishib chiqamiz. Bosh harflar qo'llaniladigan holatlar. Birinchi holatimiz, ya'ni shaxs ismlari bosh harflar bilan yoziladi. Shaxs ismlari, familiya, otasining ismi, shular kabilar, demak, bosh harflar bilan yozilar ekan. Ikkinchi holatimiz geografik nomlar. Davlat, shahar, tuman, ko'l, daryo, tog' nomlari, demak, bular geografik nomlar va bular albatta bosh harflar bilan yozilar ekan. Keyingi uchinchi holatimiz davlat idoralari, tashkilot, korxona nomlari, rasmiy nomlar to'liq berilganda, demak, bularning barchasi bosh harflar bilan yozilar ekan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Oliy Majlis, demak, bu holatda ham bosh harflar bilan yozilar ekan. Keyingi holatimiz asar nomlari, kitob, gazeta, jurnal, film va she'r nomlari qo'sh tirnoq ichida bosh harflar bilan yozilar ekan. Misol keltiramiz. O'tgan kunlar, Alpomish, Zarafshon gazetasi. Keyingi holatimiz bayram va tarixiy sanalar nomlari. Navruz, Mustaqillik kuni, O'qituvchilar kuni. Keyingi holatimiz millat, xalq va til nomlari, demak, bular ham bosh harflar bilan yozilar ekan. O'zbek, qoraqalpoq, rus, o'zbek tili, nemis tili, demak, hurmatli video dars kuzatuvchilari, bularning barchasi bosh harflar bilan yozilar ekan. Keyingi o'rganadigan qoidalarimizdan biri bo'g'in. Bo'g'in nima? Bo'g'in bir nafasda aytiladigan tovushlar majmuasi. O'zbek tilida bo'g'in asosan unli tovush atrofida shakllanar ekan. Bo'g'inlarning 3 ta asosiy turi mavjud bo'lib, bularning 3 ta asosiy turini hozir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi asosiy bo'g'in turlarimizdan biri bu ochiq bo'g'in hisoblanadi. Unli bilan tugaydi, demak, bularning barchasi ochiq bo'g'in hisoblanadi. Keyingisi yopiq bo'g'in, undosh bilan tugaydi. Misol uchun bir, oq, elt. Keyingisi uchinchi bo'g'in turlarimizdan biri aralash bo'g'in turi hisoblanadi. Undosh va unli undosh kabi so'zlar ishtirok etganlar, demak, bular aralash bo'g'in hisoblanadi. Parta, maktab, demak, bular aralash bo'g'in turiga misol bo'la olar ekan. Bo'g'in ajratish qoidalari, demak, bo'g'in ajratish qoidalari haqida gaplashamiz. Har bir unli tovush alohida bo'g'in markazi hisoblanadi. Ikkita unli yonma-yon kelmaydi. O'zbek tilida ikkilangan unli deyarli yo'q. Shuning uchun ajratilishi boshqacha tartibda yoziladi. Undoshlar unli tomon yo'naltiriladi. Demak, bular bo'g'in ajratish qoidalari hisoblanadi. Hurmatli video dars kuzatuvchilari, o'qituvchilar uchun quyidagi metodik tavsiyalarni berishimiz mumkin. Aynan bosh harflarni o'rgatishda misollar orqali tushuntirish, kartochkalardan foydalanish va matndan bosh harfli so'zlarni topish mashqlaridan foydalanilsa, albatta o'quvchilarda bosh harflar va unli va undosh harflar bilimlari yana ham chuqurroq o'rganiladi. Hurmatli video dars kuzatuvchilari, bugungi darsimizning qisqacha mazmuni shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.